Bilasizmi, inson ba'zida bir dona to'g'ri qaror qabul qilgani uchun millionerga aylanishi mumkin. Va aynan mana shunaqa muhim qarorlardan bittasi bu soha tanlash. Demak, bugun sizlar bilan 2026-yilda sizga juda ham yaxshi daromad olib keladigan 10 ta sohani ko'rib chiqamiz. Birinchi sohadan boshlaymiz. Birinchi soha bu data analitika sohasi. Xo'p, bu o'zi qanaqa soha? Tushuntirib berishga harakat qilaman. Deylik, siz kompaniyangiz bor va sotuv bo'limingiz bor. Sotuv bo'limingiz nima uchundir kam sotyapti va siz uni sababini aniqlay olmayapsiz. Aynan mana shu vaqtda data analitik kelib, analitika o'tkazib, aynan sotuv bo'limini qaysi qismida muammo ketayotganini sizga aniqlab beradi. Faqat muammoni o'zini topib beradi va siz o'sha muammoga yechim berasiz. Keyin umumiy sotuv bo'limingizda natijalar yaxshilanadi. Va yana bu natijadan ko'nglingiz to'lmayotgan bo'lsa, yana analitika o'tkazasiz, yana muammo topasiz, uni yana yaxshilaysiz. Ya'ni data analitik vazifasi biror bir jarayonni millimetrlarga bo'lib, ichki har bitta jarayonni ichki protsessiga kirib, muammoni aniqlab, mana shu joyda muammo bor, o'shaning uchun sotuv kam bo'lyapti degan narsani olib chiqib, sizga ko'rsatib bera oladigan odam bu data analitik hisoblanadi. Nimaga bu soha daromadli? Sababi data analitik sizga olib chiqib beradigan 4 ta 5 ta muammosi orqali siz deylik oylik daromadingizni 2-3 baravargacha ham oshirishingiz mumkin. Shuning uchun data analitiklarga juda ham yaxshi maosh to'lanadi va bu sohani haqiqatan kuchli mutaxassisi bo'lishingiz kerak birinchi o'rinda. Talab qanchalik yuqori deydigan bo'lsangiz, 2026-yilda ham talab juda kuchli bo'lmasligi mumkin, lekin mani prognozim bo'yicha 2027-2028-yillarda bu soha mutaxassislariga juda ham talab kuchayib ketadi. Ikkinchi soha bu sotuv. Sotuv deganda ko'pchilik call center tushunadi, lekin men bunaqa sotuv haqida gapirmayman. Hunterlar degan pozitsiya haqida gapiryapman. Ya'ni hunter sotuvchilar bo'ladi. Bu amerikan call centerlarda shunaqa pozitsiyalar bor, ular hunterlar hisoblanadi. Ya'ni hunter vazifasi boradi, biror bir tashkilot, deylik katta bank, katta ishlab chiqarish korxonasi, katta brendlarga borib, o'sha brendlardagi muhim insonlar bilan переговорlarni o'tkazib, mahsulotni sotadigan inson hunter hisoblanadi. Deylik, sizning agentligingiz bor. O'rtacha chekingiz $5000. $5000 chekni call center sota olmaydi. Bu qiyin masala. Bunaqa cheklardagi mahsulotlarni, xizmatlarni odatda mana shu hunterlar sotadi. Hunterlar pozitsiyasiga ham 2026-yildan boshlab talab kuchayadi. Hunterlar har doim umumiy сделкani qanaqadir protsentida o'tiradigan insonlar bo'ladi. Сделкаlar katta bo'lgani uchun ham, sotuv summalari katta bo'lgani uchun ham bu insonlar juda ham yaxshi daromad topadi. Uchinchi soha bu content marketing. Content marketing o'zi nima? Instagramda yoki umuman biror bir ijtimoiy tarmoqlarda sizga va sizning mahsulotingizga loyal bo'lgan, siz mahsulotingizni sotib olish potensiali yuqori bo'lgan auditoriyani yig'ib beruvchi mutaxassislar hisoblanadi. Content marketing ham 2025-yilda ancha trend bo'ldi. 2026, 2027, hattoki 2028-yilda ham menimcha eng pik darajadagi trend sohalardan bittasiga aylanadi. Sababi reklama bozori bu juda katta bozor. Siz bo'lishi mumkin reklamaga pul tikib natija olishingiz va ikkinchi xil turi content marketologga pul berib, ancha kamroq pul berib, ancha yaxshiroq natijalarni organika orqali ijtimoiy tarmoqlarda qilishingiz mumkin. Shuning uchun ham content marketologlarga juda ham talab katta bo'ladi. To'rtinchi soha bu performance marketing. Performance marketing bu o'zi nima? Masalaga tushuntirib beraman. Performance marketing, deylik, siz $100 pul tikdingiz, o'quv markazingiz bor, $100 pul tikdingiz reklamaga va siz uni $1000 qilib qaytarib olishingiz kerak. Mana shu narsani hal qilib beradigan insonlar bular performance marketologlar deyiladi. Ya'ni performance marketingda pul tikdingiz, ko'proq qilib chiqarib oldingiz. Pul tikdingiz, ko'proq qilib chiqarib oldingiz. Ya'ni bir vaqtda o'zida bo'lishi kerak. Bu long termda hisoblanmaydi. Bu anaqa short term hisoblanadi. Ya'ni pul tikdingiz, pul oldingiz bo'ladi. Brand marketing bor, u yoqda уже long term. Ya'ni $1000 tikaverasiz yoki $10,000 har oy tikasiz. 1 yildan keyin, 2 yildan keyin sekin-sekin sizning brendingiz mashhurlik darajasi oshib, ana undan keyin sizga sotuvlar bo'lishni boshlaydi. Bu shunaqa ikki xil soha. Performance marketingga talab juda ham katta bo'ladi. Nima uchun? Chunki kichik va o'rta biznes turlari aynan performance marketingda o'tiradi. Shuning uchun ham bu sohaga talab ham katta bo'ladi, daromadi ham yaxshi bo'ladi. Beshinchi soha bu prodyuserlar. Prodyuser deganda ko'pincha ko'zimiz oldiga o'sha onlayn kurslarni sotadigan insonlar keladi. O'zi aslida yo'q, unaqa emas. Prodyuserning o'zining vazifalari bor. Prodyuser bu deylik, sizni biror bir loyihangiz bor, o'sha loyihangizga pul tikadi, mahsulot yaratadi, mijozlarni jalb qiladi, sotuvlarni qiladi, o'zi qiladi yoki komandani to'plab o'sha komanda orqali o'sha sotuvlarni qiladi va o'sha loyihadagi qanaqadir bir ulushni oladi. Bu insonlar prodyuserlar deyiladi. Bu faqat onlayn kurslar sohasida bo'lmaydi. Misol uchun umuman
mebel sohasida ham bo'lishi mumkin, yoki oxirgi paytda ko'ryapmiz, qurilish sohasida ham paydo bo'lishni boshlayapti prodyuserlar. Bu ham zo'r. Mana shunaqa insonlar prodyuserlar deyiladi. Ya'ni prodyuserlar asosan ulushda o'tiradi, qanaqadir bir protsentda o'tiradi va loyihani umuman tepadan qarab nazorat qiladi. Jamoa to'playdi, to'liqligicha loyihani nazorat qiladi. 6-inchisi esa bu HR va management, ikkalasini bitta joyga qo'ydim. Nima uchun? O'zi aslida bular boshqa sohalar. HR kim? HR bu deylik sizga biror bir xodim kerak. O'sha xodimni bozorda kim bor? O'sha odamni topadi, korxonaga olib keladi, uni o'qitadi, o'sha standart operatsion protseduralarni, har kuni qiladigan ishlarni, uni ishi nimaligini, u qanaqa natija qilish kerakligini tushuntiradi va o'shani ishga qo'yib beradi. O'sha inson, to'g'ri insonni to'g'ri joyga qo'yib berish bu HR vazifasi va uni adaptatsiya qilish, korxonaga moslashtirib yuborish. Bu HR vazifasi. Management vazifasi esa o'sha inson o'sha turgan joyda qo'yilgan KPI'lar bo'yicha natijalarni qilib berishi. Deylik siz sotuvchi qo'ydingiz yoki rob qo'ydingiz, sizni sotuvingiz umumiy oylik hisobida bilmadim 500 million yoki 1 milliard bo'ladigan bo'lsa, o'sha inson sizni 2 milliard yoki 1,5 milliardga olib chiqib berish kerak sotuvlaringizni. Management aynan mana shu narsani ta'minlab beradi. Ya'ni qo'yilgan xodim kutilgan natijani qilib berishini aynan management ta'minlab beradi. O'shaning uchun agarda bu ikkita skill bitta insonda jamlanadigan bo'lsa, bu juda ham kuchli boshqaruvchi yoki bo'lim rahbari u yoqda shakllanadi va bunaqa insonlar bozorda juda ham zo'r daromad qilishadi. 7-inchi soha bu voronkalar qurish. Voronka o'zi nima degani? Bu marketingning bir qismi. Deylik, yana o'sha misolga qaytamiz. Sizni o'quv markazingiz bor. O'quv markazingizda voronka qurishingiz kerak. Ya'ni siz hozirgi holatda 10 ta mijoz olyapsiz bir oyda. Endi siz o'sha narsani deylik 200 taga oshirmoqchisiz. Shunaqa katta razницада oshirmoqchisiz, bittada skachok qilmoqchisiz va bunaqa holatda sizga juda ham kuchli voronka qura oladigan marketing mutaxassislari kerak bo'ladi. Voronka quruvchi mutaxassis vazifasi nima? Kompaniyangizga keladi, sizning raqobatchilaringiz qanaqa voronka asosida ishlayotganini analitikasini o'tkazadi, sizning mijozingizni analitikasini o'tkazadi va mana shulardan kelib chiqib siz uchun ideal bo'lgan voronkani yasab beradi. Va o'sha voronkani protsessga tatbiq qiladi. Ya'ni marketingga tatbiq qiladi, sotuvga tatbiq qiladi, o'quv bo'limiga tatbiq qiladi va hokazo. Tatbiq qilingandan keyin mabodo qanaqadir kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, muammolar kelib chiqadigan bo'lsa, voronkani постоянно sozlab boradi. Qaysidir qismlarni tuzatib boradi va ideal holatga keltiradi. Ya'ni siz reklama uchun $10,000 sarfladingiz yoki $1,000 sarfladingiz, bo'ldi. Oxirida 200 ta o'quvchi standart holatda keldi sizga. Mana shu narsani qurib beradigan inson, bu o'sha voronka qurib beradigan insonning asosiy vazifasi mana shu bo'ladi. Va 8-soha bu targeting. Targeting sohasini ko'pchilik biladi, tanish bu narsa sizlarga. Va bu soha mutaxassislari ham ko'paydi. Ya'ni yo'nalishlarga ko'p bo'lindi. Hozirgi kunda Instagram orqali target yoqish mumkin, Google orqali target yoqish mumkin, yoki bo'lmasa o'sha Telegram orqali target yoqish mumkin, reklamalarni yoqish mumkin. Targetolog asosiy vazifasi bu reklama yoqish, sizga sifatli lidlarni olib kelib berish. Kval lidlar deyiladi. Marketing tilida bu narsa o'sha kval lidlarni sizga olib kelib berish. Kval lidlar bilan esa keyin sotuv bo'limingiz ishlab yaxshi sotuvlarni qilishi mumkin. Ya'ni targetolog vazifasi bu sizga potensial bo'lgan mijozlarni reklama orqali olib kelib berish. Bu soha egalari biznes egasini daromadiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sirini o'tkazadi va shuning uchun ham juda yaxshi daromad topishadi. Va 9-soha bu sotuv saytlarini yaratuvchi mutaxassislar. Bu nima degani? Sotuv saytlarini yaratuvchi mutaxassislar tushuntirganinglardek, sotuv saytlarini qilish bilan, ya'ni yaratish bilan shug'ullanadi. Ya'ni sizning biror bir biznesingiz bor. O'sha biznesingizga siz reklama yoqdingiz. Reklamadagi hamma auditoriyani siz qayerga yo'naltirasiz? Saytga yo'naltirasiz. Lekin saytda muammo bor. Ya'ni odamlar kiryapti, chiqib ketyapti yoki kiryapti, lid qoldirmayapti yoki kiryapti, lid qoldiryapti, lekin sifatsiz. Mana shu muammolarni aynan sayt yasovchi insonlar hal qilib beradi. Lekin sayt yasovchi insonlarda bitta qo'shimcha qobiliyat bo'lishi kerak. O'shanda ular juda ham kuchli mutaxassis hisoblanadi. Bu copywriting qobiliyati. Ya'ni agarda ularda juda kuchli copywriting qobiliyati bo'ladigan bo'lsa, sizni saytingizga shunaqangi matnlarni yozadiki, insonlar sotib olmaslikka sababi qolmaydi. Ya'ni rad etib bo'lmas takliflarni yozib chiqa oladi ular. Shuning uchun ham bu soha egalari o'sha aytganimdek biznes egasining daromadiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir o'tkazgani uchun yaxshi daromad qilishadi. 10 va oxirgi soha bu montaj va editing sohasi.
Montaj sohasi bu kecha paydo bo'lgan soha emas. Bu 2015-yillarda ham bo'lgan, 2010-yillarda ham bo'lgan, 2020-yillarda ham bu soha bo'lgan. Lekin aynan 2025 va 2026-yillarda ularga talab juda ham kuchayib ketdi. Hattoki 2023-yilda ham bu soha egalariga talab juda ham kuchli emas edi. Nima uchun oxirgi yillarda talab kuchayib ketdi? Sababi Instagram, YouTube ijtimoiy tarmoqlarga massiviy shaxsiy brend qiluvchilar, biznes brend qiluvchilar kirib kelishni boshladi va aynan mana shu soha mutaxassislariga talab oshib ketdi shu sababli. Talab oshgandan keyin tabiiyki narx ham oshadi. Shuning uchun montaj va editing sohasi, bu sohada kuchli bo'lgan mutaxassislar 27-28-yillarda ham juda ham zo'r daromad qiladi deb o'ylayman. Xullas, menimcha 2026-yilda mana shu 10 ta soha juda ham yaxshi daromad qiladi va bu faqat mana shu 10 ta soha emas. Faqat mana shu 10 ta sohada yaxshi daromad qiladi, qolganlar yaxshi daromad qilmaydi degani emas. Men o'zim bilgan, tushungan, meni atrofimdagi bo'lgan sohalarni yozib chiqdim. Agarda sizda yana qanaqadir variantlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham juda ham foydali bo'ladi. Va bunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha.